Divanda o'tirishni bo'ldi qiling, turing ishlaymiz. Bugun sizlar bilan $600 tayinlangan proyektimizni ko'rib chiqamiz. Mabodo meni videolarimni bundan oldin ko'rmagan bo'lsangiz, o'zim qilayotgan ishlarni videoga olib Instagramga qo'yib, 50 mingga yaqin podpishchiga yig'ganman. Bertus Group nomidan Kamoliddin aka aloqaga chiqdilar. Zavodga yangi rebranding qilish kerak ekan. Boshlang'ich 50% olib, kompaniya haqida ma'lumotlarni olib, sekin ishni boshlab oldik. Bu bizani moodboard, bo'lajak dizaynimizning primerni ko'rinishi. Ishni birinchi 5-6 xil logotiplarni chernavik variantini chizishdan boshladim. Menda primerni mamlaqa variantli kelib chiqdi. Tayyor chizilgan chernaviklarimni Illustratorda vektor formatda chizib oldim. Bizda primerni mamlaqa variantli kelib chiqdi. Har bitta logotipi ma'nosini pauza qilib o'qib ko'rishingiz mumkin. Logotip variantlarni klientga jo'natganimizdan keyin ular o'zaro maslahatlashib, mana shu variantda to'xtalishdi. Ozgina ranglarini o'zgartirib, aniq bitta rangda to'xtalganimizdan keyin logotip va brenddan foydalanish qo'llanmasini qilib berdik. Bu nimaga kerak deydigan bo'lsangiz, brend boshqa gigant kompaniyalar kabi bir xil dizaynda ketishi uchun, ya'ni bir xil shriftlar, bir xil ranglar, bir xil dizaynlar kelajakda ishlatilinishi uchun va qolgan tayinlangan dizaynlarni ko'rishingiz mumkin. Bu proyektda ishlatgan hamma materiallarimni Telegramdan bemalol skachatib ola olasiz. Agar video yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlang. Bundan keyingi videolarda har bitta qilgan ishimni chuqurroq ko'rsatib, ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Albatta, YouTube'da bu ishga bo'lib chuqurroq qiziqqan insonlar kuzatadi.